Kechirasiz o'g'illar, men dadam kelib qoldilar. Ha, mayli. Qaytib kelasiz, Dilbarapa? Ha, albatta qaytib kelaman. Dilbarapa, mana shuni bir ichib bering. Sog'liqlaringizga. Dilbarapa, mana jinda charchagan bo'lib oling, ha? Dada, oling. Tarix takrorlanadi degan gap go'yoki yana bir bor o'z tasdig'ini topayotgandek. Bir zamonlar yurtimizga bostirib kirgan qizil ofat ota-bobolarimizni o'z domiga tortish uchun ma'lum usullardan foydalangan edi. Bugun ham o'sha Seydalining boshqa ko'rinishini ko'rib turibmiz. Salqin ichimliklar niqobi ostida mast qiluvchi ichimliklar, ko'ngil ochar tadbirlar niqobi ostida fahsh va buzuqlikka targ'ib qilinmoqda. Ammo bu safargi dushman oldingisidan ham xavfliroq. Chunki uning na irqi, na millati, na rangi bor. U rang-barang bo'lgan dushmandir. Agar bugun men vatanimning yigitiman degan har bir erkak befarq bo'lmay o'z mas'uliyatini chuqur his qilmas ekan, ertaga bu ofat bizning eshigimizni ham taqillatmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Shuning uchun falonchi aka nega gapirmayapti, pistonchi aka bu haqida fikr bildirmayapti deb o'tirishni bas qiling. Nega haqiqatni sizga doim boshqalar aytishi kerak? Nega o'zingiz haqiqat tarafda turmaysiz? Nega siz o'zingiz fikr bildirmaysiz desa, bizda ilm yo'q-da deysiz. Unda ilm o'rganing. Bezizga Imom Ahmad rahmatulloh alayh shar'iy ilm yeb ichishdan ham ko'ra muhimroqdir deb aytmagan. Chunki inson kuniga bir marotaba ovqatlansa kifoya qilar ekan. Ammo inson hayotining har bir lahzasida shar'iy ilmga muhtoj ekan. Hatto o'sha taomni qanday to'g'ri yeyishlik uchun ham shar'iy ilm kerak ekan. Shunday ekan, boshqalarni kutib o'tirmang. Diningizni o'rganing, farzandlaringizga e'tibor bering. Din, millat, vatan uchun qayg'uring. Chunki tarix shuni ko'rsatadiki, eng mustahkam qal'alar ham tashqaridan emas, ichkaridan quratilgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.